Davom etamiz. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olish maqsadga muvofiqdir. Respublikamizda onkohushyorlikni oshirish maqsadida shifokorlar guruhi tomonidan tibbiyot muassasalari xodimlari uchun o'quv seminarlari tashkil qilinyapti. Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislarining ayni maqsaddagi navbatdagi manzili Navoiy viloyati bo'ldi. Navoiy viloyatida bolalar onkologiyasi va gematologiyasi yo'nalishida kasalliklarni erta aniqlash hamda bemorlarni to'g'ri yo'naltirish tizimini joriy etish bo'yicha muhim bosqich boshlandi. İkinci konsolidatsiya tugayapti. Bugun ikkinchi vinkresning. Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari Navoiyga kelib, joylarda tizimli ishlarni yo'lga qo'yish jarayonlarini boshladi. Shakllantirilgan ishchi guruh tomonidan dastlab birlamchi tibbiyot muassasalari 1A va 1B darajadagi tashkilotlar ro'yxati tasdiqlandi. Jarayon doirasida oilaviy shifokorlar va hamshiralar uchun bolalar onkologik kasalliklarni erta aniqlash, klinik belgilariga e'tibor qaratish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Shuningdek, bolalarda xavotirli simptomlarni erta aniqlash maqsadida maxsus chek-list tizimi joriy qilindi. Navoiy viloyatiga bugungi tashrifimizdan maqsad onkogematologik hushyorlikni oshirish va onkologik gematologik kasalliklarga tibbiy xizmatni tezroq yetkazib berish maqsadimiz. Bugun aynan amaliyotchi va patronatchi hamshira